Bugün 17-iyun Krasnodarskiy kray, Timashevskiy rayon o'zimizda urug'chilik xo'jaligimizdamiz. Mana shu yerga 130 sentrdan baland berayotgan urug'lik bug'doylarni so'pli elitalarni ekkanmiz. Elita navini ishlab chiqaramiz. Mana ko'ryapsiz. Har bittasini, mana bittasini daji yulib ko'rsatishga ham odam mana qilinadi. Mana qarang, mana ko'ryapsiz. Mana issiqga odamga ko'rsatadi. Mana qarangda. 13-14 etajli urug'lik bug'doylar mana ko'ryapsiz. Mana o'sha dalalarga ana so'pli elita navi ekilgan elita ishlab chiqaramiz. 1 gektariga 200 kg atrofida sepilgan. Mana endi bittasi majbur bo'laman yurib ko'rsatishga. Mana ko'ryapsiz. Bir donasining og'irligi 48 grammgacha to'g'ri keladi. 1000 donasining og'irligi. Kechasi bir dona deb 1000 donasining og'irligi. 130 sentr hosil. Mana shu dalalarda 100 ga yaqin urug'larimiz bor. Shuni eng yuqori hosilli 185 sentr bug'doylarimiz ham bor. Buni O'zbekistonga eksport qilib bo'lmaydi, ruxsat berilmagan. Lekin mana shu bug'doylar, mana shu Bagrat sortini eksport qilishimiz mumkin. Uni ko'ryapsiz, qanaqa bug'doylar. Yana bugun aytaman, 17-iyun 2026-yil Krasnodarskiy kraydamiz. Marhamat, agar kimga mana shunaqa yuqori hosildorlik, o'ta sifatli urug'lik bug'doylar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Biz O'zbekistonda har qanday fermeriga, har qanday klasteriga promoy без посредников dostavka qilib berishimiz mumkin. G'allachilik sistemasini rivojlantirishda faqat yangi urug'lardan foydalanish kerak. Mana shunaqa urug'lardan foydalanish kerak, mana ko'ryapsiz. Kimga agar shu bug'doylar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Biz O'zbekistonga, yana bir marta aytaman, har qanday fermerga dostavka qilib berishimiz mumkin.